Hokimlik radiosidan gapiramiz. Efirda bir savolga bir javob radio eshittirishi. Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilari. Bugun sizlarga renovatsiya loyihalarini amalga oshirish jarayonlari hamda sohada amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 6-martdagi 93-sonli qarori ijrosining 13-ilova 10-bandiga asosan xalqaro avtomobil yo'llari bo'yida yo'l bo'yi infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha Yangi shahar bosh rejasiga asosan bo'sh yer uchastkalarini elektron auksion onlayn savdo platformasi orqali joylashtirish va qurilish oldi hujjatlari rasmiylashtirilishida amaliy yordamlar berib borilayotganligini ma'lum qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 93-sonli qaroriga ishlab chiqilgan nazorat rejasining 9-bandiga asosan Yangi shahar hududi bo'yicha tasdiqlangan bosh rejasiga muvofiq bo'sh yer maydonlarini foydalanishga topshirish muddatlarini belgilagan holda bosqichma-bosqich elektron onlayn auksion savdo platformasiga kiritib borish bo'yicha tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda vakolat doirasida ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-fevraldagi 71-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida inson omilsiz faoliyat yurituvchi yer xususiylashtirish avtomatlashtirilgan axborot tizimiga fuqarolar tomonidan yo'llanayotgan murojaatlar bo'lim mas'ul xodimlari tomonidan yer uchastkasi joylashgan hududi, ya'ni aholi punkti yoki ular orasida hududni rivojlantirish shaharsozlik jihatdan rejalashtirilgan to'g'risidagi hamda ularni qurish haqidagi tasdiqlangan hujjatlarga yer uchastkasi joylashuvining muvofiqligini o'rganish hamda reglament talablariga muvofiq belgilangan muddatlarda xulosa berilishi nazoratga olinganligini ma'lum qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz Sirdaryo viloyati hokimligi radiosining bir savolga bir javob radio eshittirishni tingladingiz. Xayr, salomat bo'ling.